oyimma sochlarini kestirib, ozgina turmaklatmoqchi edim. Shunga yordam bera olasizlarmi? Qo'ya olamiz. 700 ming bo'ladi. Kesib, bo'yab, ukladka qilib qo'yishimiz. Pulingiz yetadimi? Haligi sal kelishtirib berish iloji yo'qmidi? Yo'q, men qilib bera olmayman. Nargiz. Nargiza. Kuching. Klient keldi. Olasanmi? Nega o'zing olmading? Faqat pulligi kam ekan. Voy. Endi ozgina pulim yetmayapti-da, singlim. Sal-pal kelishtiring. Iltimos. Bu yer savdolashadigan bozor emas. Hamma narx belgilangan. To'la olmasangiz bilmadim endi. Agar sizlar olmasanglar, men o'zim kesib qo'yaman. Xo'p, xolajon, ozgina kutib tursangiz bilan tugatishim bilan o'zim sochlaringizni chiroyli qilib qo'yaman. Rahmat. Xo'p. Rostdanmi? Rostdan. Munis, sen qimmatchisan-ku. Voy. Endi ona xollaga chegirma qilib beramiz-a? Nech pulga qilib berasiz? Yarim pulini bersangiz bo'ladimi? O'zi 200 ming pulimiz bor edi-da. Maylimi? Mayli, bo'laveradi. Siz o'tirib turing, xo'p, xolajon. Hozir bo'laman. Xo'p. Shu yergami? Anoy. Rahmat. Qayerda o'tirsinlar? O'tirib tursak bo'ladimi? Mana bu yoqqa o'tiravering. Kel, qo'ylab turamiz. Bo'pti. Men hozir klientim keladi, chaqirib borarsan. Qizlar yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qizlar rahbarimiz kelyapti. Voy, eshitdinglarmi? Yangi rahbarimiz shunaqa chiroyli kiyib borgan ekan. Lekin buni ustiga qizlar juda ham qattiq bo'lagan. Hamma joylarni tozalab chiqinglar. Men o'zi shimma qildim qizlar. Bo'linglar. Qizlar tezda hamma yo'lni yig'ishtirish kerak unda. Voy, buncha o'qima qilasan, Men o'qma qilmayman. Hormanglar. Voy, Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salom qani? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismim Omina. Men shu salonning yangi rahbariman. Seni o'sha kungi tiling uchun ishdan haydab